Yangi bozor tomonidan kelib, shundoq Bardamko'ldagi birinchi svetoforimizdan akalar kirsanglar avtodromni hamma biladi ichkaridagi. Shu avtodromga yetmasdan kattagina 5,5 sotuvlik tayyor uchastkamiz bor. Mahallaga kirib kelarkanmiz, shunaqa asfalt qilingan, avtodromga yetmasdan bo'ldi. Old fasadimiz 20 bo'ladi. O'sha reshotkani boshidan mana shu reshotkamizgacha bu darvozaxonamiz qo'shni hovliga kirib chiqish uchun qoldiriladi. Mabodoga bu yoqdan siz ham darvoza qilib foydalansanglar bo'ladi akalar. Devorimizdan to'g'ri zabor tortasizlar, narigi devorimizdan ro'parasigacha tortsangiz bo'ladi. Hovlimizdan uyga kirganimizda kattagina holimizni ko'rsak bo'ladi akalar va bu yog'imizda oshxonamiz qilingan. Oshxonamizning yonida sanuzellar qilib ketilgan. Buni kanalizatsiyasi tashqariga chiqib ketadi akalar. Yonimizda akalar ko'rayapsiz, spalniyamiz bordi. Holimizni bu yog'imizda yana bitta spalni, xonalarimiz katta qilingan. Ko'radigan bo'lsangiz, patololari ham baland qilingan. Zalimizni ko'rsatsam, lekin hayron qolasizlar, zalni qaranglar, to'yxona bo'lyapti. Bu yog'imizda kattagina spalniyamiz bor akalar. Remontlari ham yaxshi holatda turibdi. 524 sotuv. Hujjatlari ham razdelni qilingan, oldi sotuvga tayyor xullas akalar. Narxi $93,000 startli. Bemalol kelsanglar yana kelishib gaplashib ko'ramiz. Bu uyimiz ayrim sabablarga ko'ra sotilyapti. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.